boshqa viloyatdan turib bemalol sudda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi Sudga bormasdan ham ZAGSda, ya'ni FHDOda ajrim qilsa bo'ladi. va advokatdan ajratib berishni talab qilish xato. Nikohdan ajratish bo'yicha sudga bersa 100 million jarima bormi? Birinchi martada ajrashishimiz mumkinmi? Siz advokatsiz, menga rezultat kerak, meni ajrashtirib bering. Advokat ishning natijasi bo'yicha kafolat bermaydi. Demak, ota-onani qaysi birida farzandlar qoladi va buvisida yoki o'sha bobosida ham bola bilan ko'rishish huquqi bormi, yo'qmi? Bir hafta olib ketishim mumkinmi bolamni yoki 3 kun olib ketishim mumkinmi o'zim bilan deb haqli savollar berishadi. Bolani chet elga olib chiqish masalasida ham qisqa to'xtalib o'taylik. Ya'ni 18 yoshga to'lmagan bolani chet elga olib chiqishda ota yoki onani birgalikdagi roziligi kerakmi? Agar to'yda 20 ming dollar pul sarflangan bo'lsa, erkak tomonidan uni yarmini ayol kishi to'lash kerak degan qoida hech qayerda yo'q. Prosta agar vaqtinchalik kelishmovchilik, biz yashashni xohlamadik, xarakterimiz to'g'ri kelmadi deb borsa sudga, sud uni rad etib tashlaydi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yurist podkast loyihamizning mana keyingi soniga ham yetib keldik. Assalomu alaykum. Ikkita Muhirdinxon akalarimiz bilan bugun suhbat qilamiz. Qarshimizda Muhirdinxon Faydullayev, advokat, professional mediator. Suhbatni birgalikda olib boramiz hamda yana bir Muhirdinbek Shamsiddinov akamiz, advokat, professional mediator. Bugun birgalikda nikohdan ajratish hamda oilaviy mol-mulk masalalarining eng nozik jihatlari haqida birgalikda gaplashib o'tamiz. Juda ko'pchilik bizga ham, sizlarga ham chiqadigan savollardan biri bu ajrim, nikohdan ajratish, nikohni bekor qilish, er-xotin o'rtasidagi mol-mulkni bo'lish, qanaqa, nima degan masala. Shu bo'yicha ketma-ketlikda boshlasak, demak, nikohdan ajratish masalalari eng avvalo o'zi sudda faqat bo'ladimi yoki suddan tashqari ham bo'lishi mumkinmi degan savollar keladi bizga. Kelinglar, ruxsat bersanglar shu mavzuni bir muhokama qilib olsak. Tushunarli. Demak, haqiqatan ham bizda ko'pchilik o'ylashadi, faqat ajrim, ya'ni nikohdan ajratish bu sud tartibida bo'ladi deb. Lekin qonunchiligimizda maxsus normalar bor. Aynan o'sha Oila kodeksida va Vazirlar Mahkamasining 550-sonli qarori bilan tasdiqlangan FHDO qoidalarida qat'iy qoidalar belgilangan normalarida, ya'ni quyidagi holatlarda sudga bormasdan ham ZAGSda, ya'ni FHDOda ajrim qilsa bo'ladi. Bu birinchidan, demak, agar er yoki xotindan biri bedarak yo'qolgan deb topilgan bo'lsa. Ikkinchidan, agar er yoki xotindan biri muomalaga layoqatsiz, ya'ni sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa. Uchinchidan esa er yoki xotindan biri kamida 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etishga jazosi bilan tayinlangan bo'lsa, ya'ni 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa, demak, bunday nizolar FHDO yo ZAGS organlarida ko'riladi. Yana bitta muhim sharti bor. Bulardan biri shundaki, er va xotindan biri agar ajrimga rozi bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan farzandlar bo'lmasa va mulkiy nizolar mavjud bo'lmasa, bunday nizolar bevosita FHDO organlarida ko'rib chiqilishi mumkin. Ya'ni yuqorida aytayotgan 3 ta qoidamiz bo'lishi shart emas. Agar voyaga yetmagan farzand bo'lmasa, ya'ni farzandlar voyaga yetgan bo'lsa yoki umuman farzand bo'lmasa, er-xotin o'rtasida mulkiy nizo bo'lmasa va er-xotinning ikkalasi ham ajrimga rozi bo'lsa, bunday holatda bemalol o'sha FHDO organlariga murojaat qilish mumkin va qolgan holatlarda esa sud tartibidan nizolashishga to'g'ri keladi. Demak, hozirgi holatda praktikada ko'pchilik sudga bormasdan ajrashay degan holatiga to'siq bu ularning farzandi borligi, ya'ni farzandi borligi, bevosita voyaga yetmagan farzandi borligi ularni FHDOda ajrashishga to'sqinlik qiladi. Agar demak farzand bo'lmasa yoki 18 yoshdan oshgan bo'lsa, demak shundaymi? Masalan, 40 yoshdan 50 yoshdan oshgan holatda ham farzandlar voyaga yetgan bo'lsa, demak FHDO orqali bo'lishi mumkin, shunda ham mulkiy nizo bo'lmasa. Xuddi shu joyda bitta qo'shimcha savol berib o'taylik bizga. Mana bugungi kunda bugungi savolimiz shunaqa iborat bo'ldiki, farzandlar voyaga yetgan, 18 yoshga to'lishgan, er va xotin ajrashmoqchi, lekin orada umumiy mulk bor. Umumiy mulk kredit mablag'lariga olingan. Kredit hali to'lab bo'linmagan. Lekin erim shu ichkilikka ruju qo'ygan. Bunda qanaqa qilib ajrashsam bo'ladi? FHDO organiga murojaat qilaymi? Chunki farzandlarim 18 yoshga to'lgan. Yoki sudga murojaat qilaymi? Lekin
umumiy mulkim bor degan savol yuzaga kelyapti. Bunda qanday qilishimiz kerak va qanday to'g'ri bo'ladi? Rahmat, juda ham dolzarb savol berdingiz. Haqiqatdan ham yuqorida ta'kidlab o'tdik. Nizo bo'ldi, tamom. Sudga murojaat qilish kerak. FSDOda faqat nizosi talab ko'rilishi kerak. Demak, yuqorida bergan savolingizda ham aynan er-xotin o'rtasida mulkiy nizo bormi? Er-xotin kelisha olmayaptimi? Demak, sudga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Kredit masalasida bo'ladigan bo'lsa ham aynan bugungi kunda ko'ramiz, er-xotindan biri kredit oladi, nomiga rasmiylashtiriladi uy joy, er-xotindan biri nomiga va ulardan biri nomiga kredit bo'ladi. Bunaqa holatda ham kreditga olingan uyni bo'lsa bo'ladi, faqat o'sha plenum qaror qoidalariga rioya qilish kerak va tegishli tartibda sudga murojaat qilishga demak to'g'ri keladi. Endi shu joyda ham hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz uchun tushuncha berib o'tishimiz kerak. Kredit majburiyatlari agar amalda bo'ladigan bo'lsa, kredit majburiyatlari teng bo'linadimi yoki kimni nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, o'sha odamda qoladimi kredit majburiyati to'lov? Endi bu bo'yicha ham 2023-yilda plenum qaror qabul qilindi Oliy sud tomonidan mol-mulk nizolari bo'yicha. Aynan plenum qarorida keltirilishicha, agar er-xotinning nomiga uy rasmiylashtirilsa va bu kredit mablag'lari hisobga olingan bo'lsa va kredit to'lovlari davom etayotgan bo'lsa, bunday holatda bank uchinchi shaxs sifatida mustaqil talab bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxs sifatida sudga chaqiriladi va er-xotin tomonidan demak kredit to'lovlari kim tomonidan amalga oshirilganligi bo'yicha sud bankda ma'lumotnoma talab qiladi. Va ertaga sud umumiy birgalikdagi mulk deb topayotganda, ya'ni uyni, xonadonni birgalikdagi mulk deb topayotganda, o'sha demak er va xotinni bank oldida majburiyatini teng qilib qo'yadi. Kelgusida er va xotindan biri kredit to'lovlarini amalga oshirgan bo'lsa, masalan, er to'liq 100 million so'm kredit to'lovini amalga oshirgan bo'lsa, sud tomonidan uy teng demak birgalikdagi mulk deb topilgan bo'lsa, o'sha er to'lagan 100 million so'mining 50 million so'mini 50%ni demak xotinidan yoki eridan talab qilishi mumkin. Demak, bunday holatda kredit majburiyatlarida teng hisoblanadi va bank o'rtasidagi uni majburiyat teng ekanligini sud ularga tushuntiradi va bu qarorda ham aks ettiriladi. Bu to'g'ri. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, kredit majburiyatlari yuzasidan to'lov teng bo'ladigan bo'lsa, er va xotinning ulushiga mutanosib ravishda majburiyat ham teng bo'ladi. Qaysi bir tomon ko'proq to'lagan bo'lsa, o'sha qismini demak talab qilib olish mumkin bo'ladi. Tushunarli. Endi keyingi savolimiz shu kuzatuvchilarimizdan tushgan savol bo'ladi. Xo'p, ajrashmoqchi tomonlar ajrim uchun tushunarli FQDIO organiga murojaat qilishda nizolar bo'lmasligi kerak. Xo'p, o'rtada nizo bor, ko'chmas mulk bor, ya'ni umumiy mulk bor yoki voyaga yetmagan farzandlar bor. Sudga murojaat qilish tartibi va qaysi sudga murojaat qilish kerak o'zi? Bu to'g'risida ham qisqacha. Yana bir nozik tomoni bor. Mana voyaga yetmagan farzandi yo'q, mol-mulk nizosi yo'q, lekin tomonlar bittasi ajrashmoqchi FQDIO bilan, ikkinchisi ajrashishga qarshi. Bunaqa holatda ham sudga borish kerak. Ko'pchilik aytadi, biz farzandimiz yo'q-ku, mol-mulkimiz yo'q-ku, FQDIO ajrashtirib bersin. Biz FQDIOga borganda ikki tomon o'zini roziligi bilan kelib ariza bersagina bo'ladi. O'shanda ham bo'lmaydi. Nizo bor yo'qligiga e'tibor berish. Asosiy masala Nizo yo'qmi? FQDIO organiga borish mumkin. Agar nizo bormi, demak sudga. Xo'sh, davom etamiz. Qaysi sudga borish kerak? Bizda aynan O'zbekiston qonunchiligida adashmasam 16 tadan ortiq kodekslarimiz bor. Aynan ushbu nizoni tartibga soladigan, oilaviy masalalarni tartibga soladigan kodeksimiz bu fuqarolik protsessual kodeksi. Sudga taalluqli masalalari bor. Aynan shu fuqarolik protsessual kodeksining tegishli moddasida agar demak oila, mehnat, uy-joy kabi nizolar bo'ladigan bo'lsa va bir taraf fuqaro bo'ladigan bo'lsa, ushbu nizolar fuqarolik sudida ko'rib chiqiladi degan qat'iy qoida bor. Demak, birinchi savolga yakun yasab, ushbu nikohdan ajratish haqidagi nizolar va mol-mulkni bo'lish haqidagi nizolar bevosita demak fuqarolik sudlarida ko'rib chiqiladi. Qaysi fuqarolik sudlarida ko'rib chiqiladi? Agar siz nikohdan ajratish yoki mol-mulkni bo'lish haqida da'vo ariza beradigan bo'lsangiz, siz aynan javobgar er bo'lishi mumkin yoki uni xotini bo'lishi mumkin. Aynan javobgar qayerda doimiy ro'yxatda o'tib yashayotgan bo'lsa yoki uning doimiy ro'yxatdan o'tgan manzili ma'lum bo'lmasa, uning oxirgi yashash manzili bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudga ariza beriladi. Endi shu joyda yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratib o'tmoqchiman. Aziz kuzatuvchilar, bunga o'sha e'tibor qaratishlarini ham so'rardim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-34-sonli farmoni bor. Keling, masalan,
javobgar Yunusobod tumanida yashaydi deylik, Toshkent shahar Yunusobod tumani. Endi u Yunusobod tumanidagi fuqarolik sudini izlash kerak. Bilamiz, Yunusobod tumanida fuqarolik sudi yo'q. Sudlar bugungi kunda 2-3 ta tumanni birlashtirib ko'ryapti. Shunga chalg'imasligi uchun sudga ariza berishdan oldin aynan o'sha 60-34 prezident farmonini o'qishni talab etardim. Google yozsa 60-34 prezident farmoni deb chiqib keladi. Aynan ushbu farmonda qaysi tumanlarni qaysi sudlar biriktirilgan holda ko'rish qayd etilgan. Masalan, Yunusobod tumani bilan Mirzo Ulug'bek tumanini aynan fuqarolik ishlar bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi ko'radi. Shayxontohur bilan Olmazor tumanini fuqarolik ishlar bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudi ko'radi. Bektemir, Mirobod, Yashnobodni Mirobod fuqarolik ishlar bo'yicha sud ko'radi. Ko'pchilik savollar shunday. Farmonga e'tibor qaratib, demak javobgar yashab turgan hududdagi mulkka bersa bo'ladi. Yana bitta muhim qoida Muhriddin aka, bizni qonunchiligimizda mana yengillik beryapti, ya'ni sudlovni alohida sudlovga tegishlilik. Masalan, er xotindan biri nikohdan ajratish. Keling deylik, demak, da'vogar ayol kishi Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashaydi, lekin uni turmush o'rtog'i Surxondaryo viloyatining demak Sariosiyo tumanida yashaydi. U Sariosiyo tumaniga borib da'vo ariza berib kelish kerakmi? Bu bo'yicha ham qonunda qat'iy qoidalar belgilangan. Agar nikohdan ajratish ishlari bo'yicha demak javobgar yashab turgan joyga borish imkoniyati bo'lmasa va buni sudga keltirib bera olsa, o'zi yashab turgan, ya'ni o'zi ro'yxatdan o'tgan hududdagi sudga ham da'vo ariza kiritsa bo'ladi. Bu birinchi varianti. Bundan tashqari hozir biz axborot texnologiyalari asrida yashayapmiz. Oliy sud tomonidan mana yaxshi yengilliklar berilgan. Onlayn ravishda ariza bersa ham bo'ladi sudga. Aynan kabinet.sud.uz orqali o'zini elektron ключi yoki OneID orqali kirib, demak elektron ravishda da'vo arizani topshirsa bo'ladi. Hattoki sudlarda elektron ravishda qatnashsa bo'ladi. Video konferens aloqalar bor. Demak, o'ziga yaqin hududdagi sudga borib, o'sha suddan demak kerak bo'lsa Surxondaryodagi sud orqali onlayn gaplashsa, ya'ni onlayn sud protsessida qatnashsa bo'ladi. Uning uchun Surxondaryoga yoki boshqa bir chekka hududlarga borish shart emas. Ya'ni bunda ariza kiritayotgan paytda bevosita keltirib o'tish kerakki, mana shu viloyatdan, mana shu suddan video konferens aloqa tizimi orqali ishtirok etishimni ta'minlab berishingizni so'rayman degan tartibda qo'shilib ketsa bo'ldi shu joyda. Bunday da'vo ariza yozayotganda bitta iltimosnoma yozib, aynan video konferens aloqada ishtirok etishimga ruxsat berishingizni iltimos qilib so'rayman deb iltimosnoma yozib jo'natsa bo'ldi. Masala hal buni mumkin. To'lovi ham ba'zi hisoblash miqdorini 25% adashmasam 93 kun qanchadir to'lov qilinadi va boshqa viloyatdan turib bemalol sudda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bu zo'r qulay tomoni buni, masalan deylik, ko'pchilik yosh bolalar, ayollar uydan chiqa olmaydigan holatda bo'ladigan bo'lsa, bemalol elektronni o'zi qilish mumkin, yoki bo'lmasa o'ziga yaqin bo'lgan hududdagi sudga bevosita bolasi borligi, uydan chiqa olmasligi yoki boshqa shu kabi sabablarni keltirib, o'ziga berilgan imkoniyatlardan foydalangan holatda sudga berish masalalarni hal qilish mumkin ekan demak. Keyingi masalamizga to'xtalib o'taylik. Xo'sh, da'vo arizasi yozilishidan, qaysi sudga berilishi to'g'risida ma'lumotlardan xabardor bo'ldik. Oddiy kuzatuvchilar uchun qaysi ma'lumotlarni da'vo arizasiga ilova qilishimiz kerak va sudga murojaat qilganda davlat boji to'lash masalasiga, ya'ni qancha miqdorda davlat boji to'lashimiz kerak? Birinchi marta murojaat qilganda, ikkinchi marta murojaat qilganda qancha davlat boji to'lashimiz kerak bo'ladi va bu umuman 2 marta yoki undan ortiq marta murojaat qilishimiz mumkinmi degan savollar bo'ladi. Ya'ni bu yerda savol bo'ladiki, deylik, birinchi marta ariza berganda sudda amaliyotda juda ko'p holatlarda sud tomonidan rad etiladi da'vo talablari, to'g'rimi? Ajrashtirilmaydi. Lekin ikkinchi marta murojaat qilayotgan vaqtda ham biz davlat boji to'laymizmi? Birinchi marta to'laganmiz-ku. Yoki ikkinchi martada qancha davlat boji to'lashimiz kerak degan savollar ham haqli tug'ilishi mumkin va shu to'g'risida ham demak ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Video chiqaruvdiku, nikohdan ajralish bo'yicha sudga bersa 100 million jarima bormidi? Hech qanaqa 100 million yo katta summada emas. Hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari. Ya'ni hozirgi kunda 750 ming so'm davlat boji, 37.500 so'm pochta xarajat to'lanadi. Bu birinchi marta sudga murojaat qilayotganda bu davlat boji to'g'risidagi qonundan belgilangan. Va yana bitta joyi bor, yuqorida zo'r aytdingiz, takroriy tarzda beriladigan arizalarda bu 2 marta ko'paytiriladi, ya'ni 4 baravar bo'ladi. Bu degani, siz bir marta mana sudga ariza berdingiz, rad qildi, 6-7 oydan keyin qaytadan berayotgan paytingizda 4 baravar to'laysizmi degan savol kelib chiqadi ko'pchilikda. Yo'q. Qachon 4 baravar to'laysiz? Mana siz sudga ariza berdingiz, rad qildi, yana 2 baravar to'lab berdingiz, muddat berdi, keyin ajrashtirdi, boshqa nikohga kirishdingizda, ikkinchi nikoh boshqa ayol yoki er bilan
undan ham ajrashish uchun yana sudga beradigan bo'lsangiz, anavi takroriy nikohdan ajrashish uchun ariza bo'ladi. Ko'pchilik mana shu joyda adashadi va keyingi marta sudga murojaat qilsam 4 barobar to'lashim kerak-da degan noto'g'ri fikr xulosa bilan yurishadi va bu noto'g'ri hisoblanadi. O'sha uchun mutaxassisdan aniq bir odamdan so'rab harakat qilish kerak bo'ladi va uni davlat bojini to'lash masalasi ham hozirgi kunda juda ko'pchilik uchun bir muammo holatga kelib qolgan. Chunki qanday to'laymiz, nima qilamiz, sudga borganda davlat yozasiz, davlat bojini to'laysiz deydi. Qayerga to'laydi u, necha pul to'laydi u, qanday to'laydi u, mayli sayt topgan deylik, u qaysi ma'lumotlarni kiritish kerak, qanday kiritish kerak, qancha muddat to'lash kerak, ularni aniq bilish uchun o'sha sayt bor, Billing Sudus, o'sha yerga kirib ma'lumotlarni kiritib, to'liq tartibda summalarni aniq qilib, pochtani alohida, davlat bojini alohida qilib, aynan o'sha sudga tanlab, o'sha davlat bojini to'lash kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu ham ertaga arizani qaytarib yuborishga bitta asos bo'lib hisoblanishi mumkin. Bu joyga e'tibor berib ketaylik. Biz opisaniyada qoldiramiz Billing Sudus saytini. Hamma kuzatuvchilarimiz bu to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib, masalan, telefon orqali ham kiritib, ma'lumotlarni to'lovni amalga oshirishlari mumkin. O'sha masalaga qaytadigan bo'lsak, demak, da'vo arizasi va unga ilova qilinadigan hujjatlar to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Avvalambor nikohdan ajratish bo'yicha sudga ariza bilan murojaat qilayotganda yoki mol mulkni bo'lish bilan bo'lish haqida da'vo ariza bilan murojaat qilinayotganda da'vo ariza va uning ilovalariga qo'yiladigan talablar bor. Ya'ni uni arizasi ko'rmasdan qoldirilishi, qaytarilishi mumkin yoki proses davomida ish yurituv tugatilishiga ham olib kelishi mumkin. Demak, siz birinchi marta nikohdan ajratish haqida ariza berayotgan bo'lsangiz, demak sudga beradigan hujjatingiz bu da'vo ariza va yuqorida ta'kidlangandek da'vo arizaga ilova qilinadigan birinchi hujjat bu davlat boji va pochta xarajatlari to'langanligi haqidagi kvitansiya. Ikkinchi hujjat esa nikoh tuzilganligi haqidagi, demak, nikoh guvohnomasi. Uchinchi hujjat esa siz agar demak nizoni sudgacha hal qilgan bo'lsangiz, masalan, ko'pchilik mahalla orqali hal etishga harakat qilib ko'radi, natija bo'lmaydi. Shunda siz mahallani dalolatnomasini ham ilova qilishingiz mumkin. Agar farzandlar bo'ladigan bo'lsa, farzandlarni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, ya'ni metrkasini ilova qilish kerak bo'ladi. Bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Bugungi kunda ko'pchilik aytayaptiki, pasportni ham ilova qilish kerak. Mahalladan demak yarashuv komissiya xulosasini ilova qilish shart ekan degan, demak, haqli savollar tug'ilyapti. Bu bo'yicha ham to'xtalamiz. Nikohni ajratish bo'yicha plenum qarorida bitta qoida ketgan. Da'vo ariza berayotganda yarashtiruv komissiyani, ya'ni mahallani xulosasini ilova qilish kerak degan joyi bor. Lekin fuqarolik protsessual kodeksda u norma mavjud emas. Bizda mana biz yuristlarimiz, biz to'g'ri haqqoniy masalani ko'tarishimiz kerak. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonun bor. Bu demak kodekslarimiz qonunga tenglashtirilgan. Oliy sud plenum qarori esa bu normativ huquqiy hujjat emas. Bevosita sudlar uchun demak rahbariy ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Demak, fuqarolarga yakuniy xulosa beramiz. Bu bo'yicha siz sudga da'vo ariza berayotganingizda mahallani yarashtiruv komissiyasining xulosasini ilova qilmading deb sud tomonidan rad etilishi bu qonunga zid hisoblanadi. Ya'ni fuqarolik protsessual kodeks talabiga zid. Chunki kodeks talabida qat'iy ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxati bor, uning ichida o'sha yarashtiruv komissiyasining xulosasi yo'q. Va mabodo shunaqa bo'lgan holatda bevosita o'sha asos bilan rad qilganlik holati bo'yicha chiqarilgan ajrim ustidan demak shikoyat qilish huquqi bor fuqaroda. Shikoyat qilish har bir fuqaroning huquqi hisoblanadi. Demak, arizasi qaytarilgan bo'lsa, uni ustidan shikoyat qilish mumkin. Va bugungi kunda mana yana bir muammo bo'lyapti, Muhriddin aka. Mana sudga da'vo ariza beryapti fuqaro. Sud qaytaryapti. Nimaga? Nikoh guvohnomangni aslini ilova qilmagansan deyapti. Bu ham noto'g'ri aslida. Chunki fuqarolik protsessual kodeksda qat'iy qoida yo'q. Ko'chirmasini ilova qildimi, aslini ilova qildimi, ahamiyat yo'q. Bu ham plenum qarorida ketgan. Ya'ni aslini ilova qilish haqidagi o'sha plenum qarorlarida tushuntirish berilgan. Lekin ayrim holatlarda biz sudga aynan o'sha fuqaroni vakili sifatida da'vo ariza berayotganda yozamiz. Demak, nikoh guvohnomani ko'chirmasi ilova qilinadi, asli sud majlisi davomida taqdim etiladi deb. Nikoh guvohnomani aslini taqdim etishimiz shart. Lekin uni sud tomonidan taqdim etsa ham bo'ladi. Shu sababli sudlarimiz tomonidan demak da'vo ariza qabul qilinishi kerak, nikoh guvohnomani ko'chirma nusxasi bilan va aslini esa sud majlisida talab qilib olsa bo'ladi. Ya'ni asli bo'lmadi, uni qaytarishga asos bo'lmaydi. Bizda shunaqa holat bo'ldi. 2-3 sud protsessi, 2-3 xil holat ham bo'ldi hattoki. Ariza kiritilgan, bevosita elektron arizada siz aslini ilova qila olmaysiz. Baribir ko'chirma nusxasi beriladi. Ertasi kuni bazadan kirib qarasak, rad qilingan. Alohida chiqib ko'rsak, aka aslini yubormadinglar, so'radingmi? Yuboramiz sudgacha deb gaplashgandan keyin qabul qiladigan bu. Yana bir holatda
qabul qilgan. Yana bitta holatda sudgacha bergan paytda muammo bo'lmagan. Yana bitta narsani e'tiborga olish kerak. Hozir har xil hududlarda har xil holat, lekin hamma bir yoqdan bosh chiqarib qonunchilik bo'yicha talab qilib harakat qiladigan bo'lsa, xohlaymizmi yo'q, sekin hammasi bir oqimga tushib boshlaydi. Faqat biz talab qilishni bilishimiz kerak. Shu o'rinda yana bitta narsa yoddan ko'tarilibdi. Sudga ilova qilinadigan hujjatlardan yana biri bu o'sha da'vo arizani nusxasi. Agar siz elektron ariza berayotgan bo'lsangiz, da'vo arizasi nusxasini ilova qilish talab etilmaydi. Lekin siz sudga borib mustaqil qo'lingiz bilan ariza topshirayotgan bo'lsangiz, javobgarlarning soniga bizning holatimizda javobgar bitta, er yoki xotin. Demak, da'vo arizangizga yana bitta qo'shimcha da'vo ariza ilova qilib sudga berishingiz kerak. Agar ikkita topshirmasangiz, bunaqa holatda ham arizangiz sud tomonidan qaytarilishi mumkin. Elektron arizalarga bunday talab yo'q, lekin da'vo arizani sudga olib borib topshirsa, unga yana bitta nusxasini ilova qilib topshirishi shart. Shu jihatga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Tushunarli, juda qiyin ma'lumotlar beryapmiz. Qimmatli premium ma'lumotlar bor. Albatta, osonrog'iga va xalq uchun qiziq bo'lganiga o'tamiz. Demak, amaliyotda juda ko'p savollar kelib tushadi. Birinchi martada ajrashishimiz mumkinmi? Siz advokatsiz, menga rezultat kerak, meni ajrashtirib bering. Siz advokatsiz-ku axir degan. Demak, bu savolga qanaqa munosabat bildirasiz? Ya'ni birinchi martada, ya'ni arizani topshirdi. Demak, biz bilib oldik, arizani topshirishdan sudga boshlab qanaqa proseduralarni amalga oshirish kerakligini. Endi sud arizani qabul qildi, o'rtada nizo bor yoki o'rtada ko'chmas mulk bor yoki voyaga yetmagan farzandlar bor. Ariza sudga topshirildi. Endi sud tomonidan qaror qabul qilinish holatiga birinchi martaning o'zida ajrashish mumkinmi? Shu savolga bir ma'lumot yoki munosabatingizni bildirsangiz. Insonlarga kechirib qo'yasiz, ballomatni ham sizni ajrashtira olmaydi deb aytsangiz, noto'g'ri tushunadi-da. Endi bu bo'yicha haqiqatan yuqorida juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Ajrashtirib berasizmi? O'zi advokatura to'g'risidagi qonunchilik va advokatlarning kasb etika qoidalariga ko'ra nafaqat nikohdan ajratish, istalgan turdagi huquqiy masala yuzasidan, demak, advokat kafolat berish majburiyatiga ega emas. Ya'ni advokatga kafolat berish taqiqlangan, mumkin emas. Har qanday 100% oldindan hal bo'ladigan masala bo'lsinki, bizga murojaat qilayotgan mijozga, ya'ni fuqaroga sizni ishingizni natijasi yuzasidan biz yutib beramiz, hal qilib beramiz, 100% hal bo'ladigan ish, tanishlarimiz orqali, sudyalar orqali hal qilamiz deyishi bu o'zi noqonuniy holat hisoblanadi. Va biz mijoz bilan tuzadigan shartnomamizda ham albatta bu bandni kiritamiz, ya'ni advokat ishni natijasi bo'yicha kafolat bermaydi va har bir mijozga o'qib kerak bo'lsa qo'shimchasiga ariza yozdirib olamiz. Men, ya'ni advokat shundan ishimni natijasi bo'yicha kafolat bermasligi haqidagi shu tushuntirishni to'g'ri anglab yetdi va u bilan shartnoma tuzdim. Biz albatta bunday shartnoma munosabatlarga kirishamiz. Va demak, to'g'ridan to'g'ri agar savolga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi marta da'vo ariza berayotgan vaqtda agar o'rtada oilaviy nizolar, o'zaro kelishmovchiliklar bo'lsa, aynan nikohdan ajratish bo'yicha plenum qarorida keltirilgandek, oilada kechadigan vaqtinchalik kelishmovchiliklar nikohdan ajratish uchun asos bo'lmaydi. Bunday holatda da'vo ariza sud tomonidan rad etiladi. Haliki ko'rmasdan qoldirilsin, haliki srok berilsin. Prosta agar vaqtinchalik kelishmovchilik, biz yashashni xohlamadik, xarakterimiz to'g'ri kelmadi deb borsa sudga, sud uni rad etib tashlaydi. Lekin xotin masalan 1 yil, 6 oy yoki 2 yildan buyon birga yashamayapti, voyaga yetmagan farzandlar bor o'rtada. Bunaqa holatlarda sudlarimiz tomonidan, demak, xotin agar ikkalasi ham biz ajrimga rozimiz deysa, aksariyat holatlarda 6 oy muddat berilyapti. Ya'ni 3 oydan 6 oygacha muddat berilishi bu o'sha nikohdan ajratish bo'yicha plenum qarorida qayd etilgan. 3 oydan kam berish mumkin emas, chunki bu 3 oydan kam bersa samarasi hisoblanadi deb aynan qonunchilikda qat'iy qoida belgilangan. Lekin mana hozir davlat boji bilan bog'liq masalani shu yerda bitta qiziq jihatiga to'xtalib o'taman. Agar 6 oy srok bersa, muddat tayinlasa, masalan 6 oydan keyingi, yana davlat boji to'laydimi? Agar uni da'vo arizasini rad etsa, bunaqa holatda davlat boji to'laydimi? Shu yerda muhim jihat shundaki, agar sud 6 oy unga srok bersa, ya'ni ma'lum bir muddat tayinlaydi. Masalan, 5-oktyabrda ko'rilgan bo'lsa, 6 oy deylik, 5-mart deylik yoki 5-mayga to'g'ri keladi. Bunaqa holatda sudning kuni 6 oydan keyingi tayinlanadi, ya'ni qoldiriladi. Bu holatda taraflar o'sha 6 oylik muddat tugagandan keyin keladi va sudda ishtirok etadi, hech qanday boj to'lamaydi. Agar uni arizasi rad etiladigan bo'lsa, da'vo arizasi
ikkinchi marta murojaat qilish kerak yana da'vo ariza bilan sudga. Va u o'sha sud hujjati qonuniy kuchga kirgandan keyin 6 oydan keyin, bu degani o'sha sud xalqaro qaror qabul qilingan kundan 7 oydan keyin ariza berish kerak kun degani. Demak 7 oy o'tgandan keyin yana mustaqil davlat boji to'laydi, 750 ming va 37,5 ming so'm pochta xarajat to'lashga to'g'ri. Shu yerda zo'r narsani ko'tardingiz. Ko'pchilik keladigan murojaatda menga 6 oy muddat berdi deydi. 6 oydan keyin sudim bo'ladi deydi. Va hujjat tashlaychi desa, hujjat tashlasa sud hal qiluvchi qaror bilan rad qilingan. Shu rad qilinganmi yoki aynan muddat berilganmi uni ko'rish kerak. Agar hal qiluvchi qarori chiqarilgan bo'lsa, u rad qilingan bo'lish ehtimoli katta. Agar muddat berilgan, muhlat berilgan va 6 oydan keyin falon sana, falon soatda kelasiz deganda edi, sizga ajrim bergan bo'lardi. Sud kunini aniqlashtirib, shu tomoniga ham hurmatli fuqarolardan e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Bu ularni ortiqcha yugur, ortiqcha bir muammodan saqlab qoladi. Shu o'rinda yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Ko'pchilik norozi bo'ladi sud chiqarayotgan ajrimga yoki hal qiluvchi qaroriga. Men shikoyat qilaman buni ustidan deydi. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Agar sud tomonidan sizga 6 oy yoki 3 oy muhlat berilgan bo'lsa, bu holatda sud ajrim chiqaradi. Ya'ni ishni keyinga qoldirish haqida ajrim chiqaradi. Fuqarolik protsessual kodeksi va sud ajrimlari to'g'risidagi plenum qaroriga ko'ra, demak siz ushbu ajrim ustidan shikoyat keltira olmaysiz. Ya'ni sizda huquq yo'q. Agar sud tomonidan sizni da'vo arizangiz rad etiladigan bo'lsa, siz bunday holatda sud hal qiluvchi qarori ustida apellyatsiya yoki hal qiluvchi qaror kuchga kirgandan keyin kassatsiya tartibida demak shikoyat qilish huquqiga egasiz. Demak xulosa shundaki, sud srok bersa 6 oy ajrim chiqaradi, siz buni ustidan shikoyat qila olmaysiz. Qat'iy qoida siz kutishga 6 oy majbursiz. Ya'ni kim bundan bitta asosiy jihatni olish kerak. Fuqarolar har qanday holatda buzilgan huquqlar bo'yicha yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish mumkin. Lekin xuddi shunga o'xshagan mustasnoli holatlar borki, unga e'tibor qilmasa, ortiqcha yugur muammo bilan baribir arizasi qaytarilib, shunchaki bir vaqt ketkazgan qoladi. Vaqt o'tkazadi. Shunda demak, xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi martada ajratib beradi degan tushuncha yo'q Va advokatdan ajratib berishni talab qilish xato. juda katta xato hisoblanadi. Shuningdek, aytadigan bo'lsak, sud tomonidan ushbu oila birgalikda yashashi mumkin emasligi, bir xo'jalik faoliyati asosida bir ro'zg'orda birga yashay olmasligi xulosa qilingan taqdirdagina ajratilishi mumkin. Ya'ni sud bunga baho berish kerak. Haqiqatan ham bu oila kelajakda birga yashay oladimi? Bolalarini birgalikda tarbiyalay oladimi yoki yo'qmi? Shu holatdagina sud ajratishi mumkin hisoblanadi. Xo'sh, endi ajrim masalasini tushunib oldik. Shu o'rinda uzr Nufriddin aka, bitta qo'shimcha qilib ketsam, fuqarolardan savol bo'lishi mumkin. Bittada ajrim qilishi mumkinmi? Qaysi holatda bittada ajrim qilish mumkin? Bizning amaliyotda bo'lyapti, sud tomonidan bir martada ajrim qilib berish holatlari ham kuzatilyapti. Qanaqa holatlar bo'ldi? Mana amaliyotimda, aynan sudlarda ishtirok etgan amaliyotimda er-xotin bitta vaziyatda 5 yildan buyon birga yashamaydi, bitta vaziyatda 7 yildan buyon birga yashamaydi. Va er-xotin shar'iy asosda, garchi bizda taqiqlangan bo'lsa ham, shar'iy nikoh asosida boshqa, demak, ayol yoki boshqa er bilan yashayapti va undan farzandlari bor. Demak, oilaviy munosabatlariga boshqa er-xotinlar bilan, demak, boshqa jins vakillar bilan munosabatlarga kirishyapti. Bunday holatlarda sudni 6 oy srok berishi, muddat berishi yoki sud uni da'vo arizasini rad etishi, demak, asossiz hisoblanadi. Chunki yarashish uchun muhlat berishi o'zi noto'g'ri. Nima u boshqa yashayotgan eridan, farzand ko'rgan eridan ajrashib kelib, yana bu bilan yashash kerak? Bu ham shunda ajrim bo'lib qoladi. Ya'ni umumiy ro'zg'or asosida shunday. Yana hozir aytgan oxirgi gapingizga kelib keladiki, sudya holatni ko'rib baho berish kerakki, bo'ldi, bular nikohda birgalikda yashash iloji yo'q ekan, bu oilani saqlab qolish imkoni yo'q, bo'ldi degan xulosaga kelish kerak ekanda, demak, hujjatlarni berib, holatni aniq tushuntirib. Endi keyingi masalaga o'tamiz, farzandlar masalasiga. Demak, ota-onani qaysi birida farzandlar qoladi ajrim bo'lganda va bolalarning ta'minoti qanaqa bo'ladi? Ya'ni nikohdan ajratish amalga oshirilganda farzandlar kim bilan qoladi va qolishi kerak yoki va ajrashish amalga oshirilgandan keyin farzandlarni ko'rish huquqi kimlarda bor va ular umuman ko'risha olishadimi yoki umuman bo'ldi, nikohdan ajratish sodir bo'ldi, biz ajrashib ketdik, men farzandimni ham ko'rsatmayman degan holatlar ham bor. Shunga ham munosabat bildirib ketdik. Holatda oila kodeksi aniq
konkret norma borki, ota-ona farzand tarbiyasida birgalikda teng ishtirok etish huquqiga ega. Ya'niki bundan kelib chiqadiki, bevosita o'sha farzand tarbiyasini o'sha ona men o'zim qilaman, otaga ko'rsatmayman yoki ota men o'zim qilaman, onaga ko'rsatmayman degan prinsip bilan qilish noto'g'ri. Lekin aksariyat hollarda o'sha bolalar, yosh bola bo'lsa, voyaga yetmagan 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh shu kabi go'dak holatda bo'lsa, ko'p holatda ona bilan qolishi to'g'ri deb baholanadi, chunki onaning tarbiyasi, onaning mehri zarurlikdan kelib chiqqan holatda. Lekin bu istisnoli holatlar ham borki, masalan, mana Muhrim aka, bu bo'yicha siz nima deya olasiz? Endi bu bo'yicha buni o'sha yuqorida gaplashgan, ya'ni nikohni ajratish bo'yicha ishimiz bilan bevosita bog'lasak bo'ladi, chunki nikohni ajratish bo'yicha ishlarni ko'rishda Oliy sud plenum qaroriga ko'ra, nikohni ajratish er-xotin nikohda ajrashayotganda bolalarni kim bilan qolish va ko'rishib turish masalalarini ham hal etishi, demak muhokama qilishi qayd etilgan. Aynan bizni bugungi kundagi amaliyotimizda bolalar otasi bilan ham qolishi mumkin 10 yoshgacha, yoki 10 yoshdan oshgan 18 yoshgacha bo'lsa, onasi bilan ham qolishi mumkin. Buni demak qat'iy qoidalar belgilangan. Masalan, biz ishtirok etayotgan sud protsesslarida bitta holatda demak onasi tovlamachilik jinoyatini sodir etganligi tufayli 3 yildan ortiq muddatga, 7 yil muddatga demak ozodlikdan mahrum etilgan. Bolalar esa o'sha jinoyat ishlari bo'yicha sudni hukmi bilan bobo buvisining vasiyligida qoldirilgan. Bundan otaning xabari bo'lmagan. Endi hozir sud protsessi ketyapti. Bu masala bo'yicha ota sudga da'vo ariza bergan. Ya'ni meni ikkita farzandimni bobo buvisidan meni qaramog'imga olib ber deb ota sudga da'vo ariza kiritgan. Birinchi instansiya sudining qarori bilan uni da'vo arizasi qanoatlantirildi. Ya'ni bolalarni yashash manzilini otaning yashash manzili etib belgilandi. Lekin o'sha bolalarni buvisi tomonidan apellyatsiya shikoyat keltirildi. Bugungi kunda nizo ko'rilyapti. Sud tomonidan psixologik ekspertiza tayinlandi. Bu bo'yicha Muhriddin aka, bolalar tarbiyasi bo'yicha plenum qarori bor. Aynan plenum qarorida o'sha bolalarni kim bilan qolish fikri inobatga olinishi qayd etilgan. To'g'ri, Oila kodeksi 71, 75, 76-moddalarida ota-ona boshqalarga nisbatan ko'proq huquqlarga ega ekanligi qayd etilgan. Lekin ota ham shunga yarasha o'zini demak majburiyatlarini avvalo bajarib qo'yish kerak. Biz hozir ko'rayotgan nizoda ota 1 yil bolalaridan xabar olmagan, hattoki kelmagan. Mayli onasi qamalib ketdi, xabari bo'lmabdi. Nimaga bolalarning taqdiri bilan shug'ullanmagan? 1 yil qayerda edi? Sud demak ushbu masalani ko'tardi. Hattoki demak otaga olib berish, demak otaning huquqi ko'proq bo'lgan taqdirda ham demak bobo buvisida qolsa bolalar kamolga yetishi yaxshiroq bo'ladimi degan ma'noda aynan bolalarni fikrini inobatga olish maqsadida bobo buvisi unga tazyiq o'tkazmaganmi? Demak otang bilan ko'rishmaysan, bobo buvim bilan qolasanmi, yo'qmi degan demak o'zini ajrimida qator 20 ga yaqin savollarni qo'ygan. Aynan ushbu demak psixologik ekspertiza xulosasi natijasida ham sud balki birinchi instansiya sudining qarorini bekor qilib, bobo buvisidan ham qoldirilishi mumkin. Ya'ni qaysi biriga, oila a'zolaridan qaysi biriga qoldirilishi bolani keyinchalik uni kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, deylik, agar mana bu keysdan tashqari agar ota-ona haqida gap ketadigan bo'lsa, ota yoki onada qoldirilishida psixologik momenti bor. Ya'ni farzand otaga ko'proq bog'langanmi yoki onaga ko'proq bog'langanmi? Otada qoldirilishi farzandni kelajagiga ijobiy ta'sir qiladimi yoki onadami? Xuddi mana siz aytganingizdek, jinoyat ishlari bilan bog'liq bo'lgan holat bu o'sha erkak kishida ham yoki ayol kishida ham bo'lishi mumkin. Bunday holatni demak farzandni qoldirish taqdiri ham uni bolaga to'g'ridan to'g'ri savol berish orqali, kimga bog'lanib qolgansan, kim misol uchun sizga o'sha tazyiq o'tkazmaydi degan savollarni qo'yilishi bu to'g'ridan to'g'ri maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xo'sh, bolalar bilan ko'rishish huquqi. Hozir aytib o'tdingiz, biz hammamiz xabarimiz bor. Agar nikohdan ajratish holati bo'ladigan bo'lsa, ota-onada bola bilan ko'rishish huquqi bor. Endi boshqa savol. Buvisida yoki o'sha bobosida ham bola bilan ko'rishish huquqi bormi, yo'qmi? Albatta. Bu bo'yicha ham Oila kodeksida qat'iy norma bor. Ya'ni o'sha bolalarning qarindoshlari o'zini masalan bobo buvisi, amaki, tog'a, xola, demak ushbu shaxslar ham bolalar bilan ko'rishib turish huquqiga ega. Aynan bizni masalan misolimizda bobo buvisi ham aynan o'sha yuqorida keltirilgan tartibda o'zini demak nabirasi bilan ko'rishib turish huquqiga ega.
nafaqat nikohdan ajratish bo'lishi kerak, hattoki nikohdan ajratilmasdan turib alohida yashayotgan holatlarda ham da'vo arizalar berilyapti sudga. Aynan bu bo'yicha demak xuddiki mol mulkni bo'lish uchun nikohdan ajralish kerak degan bir salbiy emas, noto'g'ri tushuncha bo'ladi-yu. Aynan mol mulki bo'lish bo'yicha nikohda bitta uyda yashab turib ham bo'lsa bo'ladi, nikoh davrida bo'lsa ham bo'ladi, nikohdan ajrashgandan keyin ham bo'lsa bo'ladi. Xuddi bu holatda ham demak bolalar bilan ko'rishib turish huquqi nikoh davomida ham bobo buvi tomonidan talab qilinishi mumkin, nikohdan ajrashgandan keyin ham talab qilinishi mumkin. Bu mutlaq huquq bo'lib hisoblanadi va sud tomonidan belgilanadi. Va yana bir qoida ko'pchilik qiziqtiradi. Ba'zi masalan ko'proq otalar chiqishadi bizga, bolam bilan ko'rishtirmayapti deydi. Bunaqa holatda men bir hafta olib ketishim mumkinmi bolamni yoki 3 kun olib ketishim mumkinmi o'zim bilan deb aqliy savollar berishadi. Bu qonunchiligimizda aks ettirilmagan. Ya'ni sud tomonidan demak aynan bir hafta muddat bilan ko'rishib turishi yoki bir kun ko'rishib turish huquqini berishi qonunchilikda belgilanmagan. Bu sudyani o'sha Fuqarolik protsessual kodeksini aynan 80-moddalari bor, plenum qarorlari bu ichki ishonch asosida baho berishi dalillariga kabi demak qoidalardan kelib chiqib sud kunni belgilab beradi. Masalan, bitta holatimizda bola 3 yoshga to'lgan qiz bola. Sud qanday qaror chiqardi? Sud har oyni 2-chorshanba kuni, ya'ni bir oyda 2 marta ko'rishadi, 2 chorshanbada. Chorshanba kuni 9:00 dan demak 12:00 gacha onaning ishtirokida demak otani yoki onani manzilida ko'rishib turish huquqini demak belgilab berdi. Nimaga? Chunki bola hali to'liq rivojlanmagan, 3 yoshga to'lgan va yana bitta holatimizda bola 12 yosh bo'lgan holatda sud qaror chiqardiki, demak har hafta shanba kuni demak 18:00 dan yakshanba kuni 18:00 gacha otani yashash manzilida onani ishtirokisiz demak bolalari bilan ko'rishib turish huquqini belgilab beryapti. Demak bu bolani yoshidan, unga bog'lanib qolganligidan, otani unga bo'lgan munosabatdan va sudyani o'sha ichki ishonchidan kelib chiqib muddatlar belgilanadi. Ya'niki o'sha bolaga ota bilan yoki ona bilan ko'rishganda xavf bor yoki yo'qligi masalasi, haqiqatdan bu ko'rishganda unga zarar yetmaydimi degan tomonlarga ham e'tibor berish kerak bo'lar ekan. Sababi bizda ham shunaqa proses bo'ldiki, mana nikohdan ajratish arafasida oila ota ham zulmkor va bola u bilan qoladigan bo'lsa, bola xohlamaydi. Dada desa bola qochishga joy topmaydi. Va shunaqa holatda ota bolani olishga harakat qilyapti. Ona sarsoni halakda va agar bu bolani bir kun ikki kun olib ketadigan bo'lsa, bilmayman nimadir qo'yish mumkin degan holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha ota sudga ariza bergan taqdirda ham bola bilan ko'rish bo'yicha ona o'sha faktlarni keltirib, bolani urganligi, qanaqadir zapislar boshqalarni keltirib turib, buni bolani ota bilan birga qoldirish, onani qaramoqsiz bu bolaga zarar yetkazishi mumkin. Otani qanaqadir bir zulmkorligi holati bunga zarar yetkazishi mumkin degan asoslardan kelib chiqqan holatda o'zini ishtiroki bilan vaqtni cheklagan holatda qilsa, har tomon uchun manfaatli bo'lishi mumkin ekan demak. Keyingi savolimiz bu shundan iboratki, bolani chet elga olib chiqish masalasida ham qisqa to'xtalib o'taylik. Ya'ni 18 yoshga to'lmagan bolani chet elga olib chiqdi, ota yoki onani birgalikdagi roziligi kerakmi yoki ota farzandini chet elga olib chiqmoqchi, farzandlar ona bilan birga yashaydi. Mana shu holatlar qanday tartibga solinadi? Og'ir temani ko'taryapti. Bu bo'yicha ham bizda hamma narsa qonunchilikda tartibga solingan. Agar yurist bo'lmagan odam, oddiy fuqaro bo'lsa ham shundoq Google ga kirib yoki sun'iy intellektdan foydalangan holda shu savolni berib javob topsa bo'ladi. Aynan prezident 4079-sonli qarori bilan xorijga chiqish biometrik pasportini berish tartibi to'g'risidagi nizom bor. Aynan ushbu nizomda voyaga yetmagan farzandlarni xorijga olib chiqib ketayotganda ota yoki onaning notarial tartibda tasdiqlangan rozilik kerak bo'ladi. Agar ota olib chiqib ketsa, onani rozilik kerak, ona olib chiqsa, otani rozilik kerak. Notarial tasdiqlangan rozilik deyapti. E'tibor bu qanaqa rozilik? Ya'ni notariusga ota-ona birga boradi va u yerda demak shablon bor, to'ldiriladi. Demak, shu turmush o'rtog'im yoki shu shaxs tomonidan bolamni chetga olib chiqib ketishga rozilik bildiraman. Integratsiya jarayoni bo'ladi. Notarius bilan demak migratsiya bo'limining integratsiyasi bor, ya'ni tizim almashinuvi bor. Aynan ushbu ariza tizimga yuklanadi va demak xorijga chiqish biometrik pasporti bolaga demak ID karta olinayotgan vaqtda ushbu ariza ko'rinadi va rad etilmaydi. Agar ushbu ariza olinmasa, xorijga chiqish biometrik pasporti taqdim etilmasligi mumkin. Umuman olganda taqdim etilmaydi. Qanaqa holatlarda demak ota yoki onaning roziligisiz buni amalga oshirish mumkin? Bor shunaqa qoida. Ota yoki ona demak rozi bo'lmasa ham
Demak, 4ta 5ta holat bor. Aynan 4079 prezident qarorida demak shunday holatni olib chiqib ketish mumkin. Masalan, ota yoki ona otalik yoki onalik huquqidan mahrum etilgan bo'lsa, yoki ota-onadan biri xorij fuqarosi bo'lsa, aynan u yerda o'sha 4-5ta qoidalar keltirilgan, bevosita demak buni yozib izlab aniqlasa bo'ladi. Ular o'zini o'sha sabablarni o'zi bir alohida katta masala. Shunday, Bu savollarimiz demak ko'p. Hurmatli kuzatuvchilarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardik, oila masalalarida yoki umumiy mulk masalalarida, nikohdan ajratish masalalarida savollar bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni kommentlarda qoldirishingiz mumkin va bunga albatta biz to'xtalib o'tamiz, savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Demak, yakunlovchi va ko'pchilik beradigan savolni bermoqchiman. Nikohdan ajratish masalasida ko'p bo'lmagan nikohlarda 6 oy bo'ladi yoki 3 kun yashashadi, 4 kun yashashadi. Biz ajrashmoqchimiz deyshadi. Yosh oila va ajratishda nikoh uchun sarflangan xarajatlar undiriladimi, bo'linadimi? To'y uchun deydi, biz faloncha pul sarflaganmiz, falon artistlarni olib kelganmiz, 30 ming, 40 ming dollar sarflaganmiz. Yoki bizda shunaqa savol bo'lgan, o'sha nikohdagi ayol kishi savol bilan chiqyapti. Biz birga yasha olmayapmiz, oilamizni kelajagini men ko'rmayapman, lekin erim meni o'sha to'y uchun sarflangan xarajatlarni sendan undirib olaman deb qo'rqityapti. Nima qilsam bo'ladi degan savol berilyapti. Bu amaliyotda juda ko'p uchraydigan savol. Agar to'yda 20 ming dollar pul sarflangan bo'lsa, erkak tomonidan uni yarmini ayol kishi to'lash kerak degan qoida hech qayerda yo'q. Bor degan narsani kutishdi hozir ba'zilar. To'g'ri. Bu bo'yicha ham tartibga solingan. Aynan mol-mulk nizolari bo'yicha 3-sonli 2023-yilda qabul qilingan Oliy sud plenum qarorida to'yni va boshqa marosimlarni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar er-xotin o'rtasida bo'linmaydi. Ya'ni er 20 ming dollar sarflaydimi, 1 million so'm sarflaydimi, nima sarflasa ham, demak ushbu xarajatlar er-xotinning o'rtasida bo'linmaydi. Qaynota-qaynotasi ham, er yoki xotindan biri ham demak ushbu pulni to'liq yoki yarmisini yoki bir qismini ham umuman 1 so'm ham talab qila olmaydi. Talab qila oladi faqat agar er va xotin umumiy o'sha nikoh davrida yashab turgan vaqtida qarz oladigan bo'lsa kimdandir, ushbu qarz birgalikda mulk deb topilishi mumkin. Kredit mablag'. Ya'ni oila manfaatlari yo'liga qarz bo'ladigan bo'lsa, kredit masalan. Yana bir zo'r savol keladi shu paytda. Agar deydi, men o'sha ayolimdan yoki ayolimning ota-onasidan tilxat yozdirib olsam, 50% qoplab beraman degan holatda yozib bersa deydi. Haqli savol. Bu bo'yicha plenum qarorida demak to'yni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar bo'linmaydi deyildimi? Demak, to'yni o'tkazish bilan bog'liq xarajat qoplab beraman deb yozdirsa, bu demak o'z-o'zidan talab asossiz bo'lishi mumkin. Avvalambor bu nizolarga sud baho beradi, lekin bizning shaxsiy fikrimiz, pozitsiyamiz bu demak bo'linmaydi deb yozildimi? Bo'linmaydi. Lekin tilxatni boshqacha ham yozdirish mumkin. Masalan, to'yni o'tkazishda 50 million so'm sizga qarz berib turaman. Ushbu qarzni kelgusida menga bo'lib yoki mana shu sanada menga qaytarasiz deb aynan xarajatlar to'y bilan bog'liq masalalar haqida, ya'ni xarajatlar bo'lish bilan bog'liq masalalarni kiritmasdan boshqacha yo'l bilan yozdirsa, balki bu qarz munosabatlariga ham demak kirishib ketishi mumkin taraflar o'zaro. Umumiy mulk masalasida demak biz qisqacha to'xtalib o'tyapmiz. Umumiy mulk masalasida deylik nikoh davrida sotib olingan, xarid qilingan barcha mol-mulk demak umumiy mulk hisoblanadi. Lekin shunday kategoriyadagi mol-mulk ham borki, u er va xotinning shaxsiy mulki hisoblanadi va ular bo'linmaydi. Shunday kategoriya borki, ular bo'linadi, umumiy mulk hisoblanadi. Va shunday kategoriya borki, shaxsiy mol-mulk hisoblanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bolalar uchun sotib olingan mol-mulk qanaqa taqsimlanadi? Shu to'g'risida ham tushuncha berib o'tsanglar yoki munosabatlaringizni bildirsanglar juda yaxshi bo'lardi. Tushunarli. O'zi Oila kodeksi 23-moddasiga ko'ra er-xotin tomonidan nikoh davrida ortilgan barcha mol-mulklar er-xotinning birgalikdagi mulk hisoblanadi. Oila kodeksining 25-moddasiga ko'ra nikohga qadar er-xotinning birining nomiga yoki nikoh davrida hadya, tekin bitimlar va meros asosida olingan mol-mulklar er-xotinning har birini o'zining mulki hisoblanadi. Va bolalar manfaatlari yo'lida olingan kiyim-kechak, buyumlar ham bolalarning mulki hisoblanadi. Hattoki bolalarning nomiga banklarda omonat qo'yilsa ham, bu ham demak bolalarning o'zining omonati, o'zining mulki hisoblanadi. Bundan tashqari er-xotinning shaxsiy buyumlari bo'ladi. Shaxsiy buyumlar ham er-xotinning har birining o'zining mulki hisoblanadi. Faqat bitta mustasno holat bor, bu
qimmatbaho va zeb ziynat buyumlar bo'lsagina, garchi shaxsiy buyum bo'lsagina, bu er xotin tomonidan birgalikdagi mulk deb topilib, sud tomonidan ikkiga bo'linishi mumkin. Shu jihatiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Shunga e'tibor qilishimiz kerak. Demak, do'stlar, bu holatda farzandlar uchun sotib olingan mol-mulk, farzandlarning mulki er va xotinning shaxsiy mulklari, ya'ni shaxsiy o'zini ehtiyojlari uchun sotib olingan mulk bu o'zini mulki va umumiy agar qimmatbaho mol-mulk bo'ladigan bo'lsa, bu umumiy birgalikdagi mulk hisoblanadi. Shu o'rinda yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Aynan Oila kodeksi 25-moddasi 2-qismiga ko'ra, nikohga qadar olingan mol-mulklar ham, nikoh davrida tekin, hadya, meros sifatida olingan mol-mulklar ham er-xotin birgalikdagi mulk deb topilishi mumkin. Faqat ushbu mol-mulklar er-xotin tomonidan nikoh davrida qayta ta'mirlangan. Masalan, uy olingan bo'lsa, uyni boshqatdan er-xotin kapital ta'mirladi. To'liq mayli deylik, er 200 million, 30 ming, 40 ming dollar pul sarfladi, lekin xotin uyda turib ustalarga qaradi, ovqatini qildi. Bo'ldi. Bunaqa holatda ham demak uy teng ikkiga bo'linadi. Garchi u hadya qilingan bo'lsa ham, nikohga qadar olingan bo'lsa ham ikkiga bo'linishi mumkin. Yana bir mashina bo'lsa ham demak ikkiga bo'linishi mumkin agar qayta ta'mirlansa kapital. Zo'r narsani aytdingiz. Ko'pchilik aytadiki, men ayolim uyda turgan hech qanaqa ish qilmaganda, men hamma ishni o'zim qilganman, o'sha uchun bu mulk hammasi meniki deb da'vo qilgan holatda bo'ladi. Lekin unaqa emas, afsuski, ayolingiz o'sha uy ro'zg'or yuritganlik holatida ham siz topgan har bir tiyinlik haqdor hisoblanadi. Shunday. Mana yana bitta qoida ko'pchilik aytadi, to'g'ri, masalan, nikohga qadar yoki nikoh davomida er yoki xotin o'zini haqiqatan mehnat qilib mol-mulkni orttirdi yoki nikohga qadar qanaqadir mol-mulkni orttirgan. Agar er-xotin o'rtasida nizo bo'lmasa, nikoh tuzayotgan vaqtida yoki nikoh davrida nikoh shartnomasi tuzsin. Endi aytmoqchi. Nikoh shartnomasi tuzsinda, ushbu nikoh shartnomasida demak, nikohga qadar olingan mana mol-mulklar mani mulkim hisoblanadi. Nikoh davrida agar mulk olsak, kimning nomiga rasmiylashtirsa, o'shaning mulk hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, nikohdan ajrashayotgan vaqtimizda demak, mol-mulklarni bo'lish tartibi mamlaqa bo'linadi deb qoida kiritsa bo'ladi. Lekin bu jihatda ko'pchilik o'sha vaziyatdan chiqish yo'llarini izlaydi. Hamma mol-mulklar menga qoladigan variantini kiritaman deydi. Lekin bu xato. Demak, nikoh shartnomasiga bir taraf ahvolni og'irlashtiradigan, uni qo'pol qilib aytganda tupikka tiqib qo'yadigan shartlar kiritilishi bu o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. Ertaga bunday shart kiritsa, sud uni haqiqiy emas deb topilishi va demak barcha mol-mulklar teng ikkiga bo'linishi mumkin. Va shu o'rin yana bir savol tug'ilishi mumkin insonlarda. Nikoh shartnomasi dedik, bu shunchaki ikki barobar tuzilib ketadigan narsa emas, bu nikoh guvohnomasi emas. Nikoh guvohnomasi boshqa narsa, ZAGS guvohnoma, nikoh shartnoma boshqa narsa. Ya'ni siz kelishib olasiz. Mana mulk olsa meniki, bu mulk olsa meniki. Men aytmoqchi bo'lganim, bu shunchaki imzolanmaydi, balki bu notarial tarzda tasdiqlansagina bu qonuniy kuchga kirgan hisoblanadi va buning uchun ikki taraf ham kelishib, shartlarni kelishib olib, ikki tomonni ham ahvolni yomonlashtirmaydigan holatda borib notariusni oldida notarial tasdiqlangan holatda shartnoma qilib olishadi. Keyinchalik kelib chiqadigan nizolar bevosita xuddi shu shartnoma bo'yicha ketadigan bo'ladi. Hozir juda kulminatsion nuqtasiga keldik. Juda ko'pchilik kutyapti. Dolzarb bitta masalani ko'taraman. Savol. Mulk huquqi qachon vujudga keladi? Mulk huquqi demak o'sha tegishli tartibda shartnoma tuzilsa va davlat ro'yxatidan o'tkazilsa, masalan, oldi-sotdi shartnoma tuziladi va davlat ro'yxatidan o'tkaziladi, shunda mulk vujudga keladi. Faraz qilaylik, er-xotin nikohga kirmasdan oldin, demak, oldi-sotdi shartnomasi asosida uy sotib oldi. Oldi-sotdi bo'lib to'lashga oldi. Lekin u demak davlat ro'yxatidan nikoh anaqa tuzilgandan keyin o'tkazildi. Nikohdan o'tgandan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazildi va kadastr hujjatlari deylik nikoh davrida. Bu bo'yicha hech qanday e'tiroz yo'q, chunki nikoh davrida olinyapti. Nikohdan oldin ham demak oldi-sotdi shartnoma tuzilgan, bu birgalikdagi mulk hisoblanadi. Lekin demak nikoh davridan oldin emas, nikoh tuzishdan oldin emas, nikoh davrida oldi-sotdi qilinib, nikohdan ajrashgandan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazilsa-chi, mulk huquqi davlat ro'yxatidan, demak nikohdan ajrashgandan keyin vujudga kelsa, bunda nima bo'ladi? Bu bo'yicha ham plenum qarorida 2023-yildagi plenum qarorida qat'iy tushuntirish berdi. Agar er-xotin nikoh davomida oldi-sotdi shartnomasi tuzgan bo'lsa, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazish nikoh ajrashgandan keyin vujudga kelsa, bunday holatda ham Oila kodeksi 23-moddasiga ko'ra ularning birgalikdagi mulki deb topilishi mumkin. Endi savol, uymi yoki bo'lmasa, masalan, bo'lib to'lashga olingan bo'lsa, o'sha nikoh davridagi pulmi?
buni tartibi bor. Bu alohida masala. Demak, agar siz bo'lib to'lashga mashina yoki bo'lib to'lashga demak uy oldingiz. Xuddi shuni so'rayapman. Lekin uni to'lovlari nikohda ajrashgandan keyin ham siz uni 5 yil, 10 yil davomida to'lashingiz kerak. Bunaqa holatda uyga yoki avtotransport vositasiga da'vo qilinmaydi. Plenum qarorida tushuntirish bo'yicha bunday holatda nikoh davrida er xotindan biri qancha summa to'lagan bo'lsa, o'sha to'langan summa ikkiga bo'linadi. Masalan, 100 million so'm to'langan summa umumiy mulk deb topiladi. shunday. Masalan, 100 million so'mga uy olyapti, nikoh davrida 50 million so'm to'layapti, nikohda ajrashgandan keyin yana 50 million so'mi bor. Agar u da'vo bilan chiqadigan bo'lsa, demak, mana shunaqa bo'lib to'lash holatlarida bunday holatda sud uni demak, hali mulk vujudga kelmagan bo'lishi kerak. Shu shartga diqqat qilishlaringizni so'rardim, hurmatli kuzatuvchilarim. Demak, biz yuqorida aytgan misolda mulk huquqi vujudga kelgan edi. Lekin bo'lib to'lashda sotib olayotganda bunday holatda zaruriy sharti mulk vujudga kelmagan bo'lishi kerak. Mulk qachonki bo'lib to'liq to'lov amalga oshirsa, shundagina mulk vujudga keladi. Shu sababli ham sudlarga tushuntirish beryapti. Agar undan mulk vujudga kelmasa, hali kadastr yoki texpasport, ya'ni davlat ro'yxatida o'tkazish guvohnomasi bo'lmasa, avtotransport vositasiga qachon bo'lib to'lash tugaydi, o'shanda mulk vujudga keladi. Lekin u payt nikohdan ajrashgan bo'lsa, faqat nikoh davrida to'langan summalarni ikkiga bo'lib ber deb qat'iy tushuntirish beryapti. Yaqinda xuddi shu mulk masalasi bo'yicha yana bir kes ko'rdik. Ya'ni kim ayol tomonidan mol-mulkni bo'lishga berilgan, mol-mulk bo'lingan, lekin er tomonidan o'sha yana apellyatsiya berilyapti. Kim asos masalan 2010-yilgacha 90-yildan 2010-yilgacha birgalikda yashalgan ayol va er va keyin 10-yildan keyin birgalikda ro'zg'or yuritishmagan va er tomonidan 2015-yilda uy olingan va 2020-yilda uy er tomonidan sotilgan va xotin da'vo qilyaptiki, ana sotilgan shartnomani haq chemasi topib, o'sha mulkni bo'lish bo'yicha. Endi bu holat savol tug'iladiki, nikoh davrida olinganmi? Nikoh davrida olingan, ajrim bo'lmaganmi? Ajrim bo'lmagan. Va shu o'rinda Oila kodeksining 27-moddasi 5-qismi borkim, o'sha shaxsiy mulk deb topish masalasi. Aynan o'sha nikoh davrida, lekin birgalikda turmushda olinmagan bo'lsa, uni bevosita o'sha bo'yicha o'sha shaxsiy mulk deb topiladigan bo'lsa, bu bevosita o'sha bo'linadigan mulk toifasidan chiqib qoladi va bu o'rinda o'sha ayoli yoki bo'lmasa o'sha eri aynan xuddi shunaqa kes holat to'g'ri keladigan bo'lsa, umumiy mulk sifatida chiqishi noto'g'ri bo'ladi va chiqa olmaydi. Va chiqqan taqdirda ham narigi taraf to'g'ri e'tirozlarni olib keltirib o'sha asoslarni qo'yadigan bo'lsa, bu mulk bo'linmasligi ehtimolligi mumkin bo'ladi. Albatta bu o'sha har bir holatda har bir keysni o'ziga xos nyuanslari bo'ladi deydi-ku, shunga o'xshagan vaziyat. Demak, gapirsak gap ko'p, savol juda ham ko'p. Obunachilarda savolinglar bo'lsa, komment yozib qoldiringlar. Agar advokatlik yoki yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bevosita o'sha pastdagi manzillar orqali bizga murojaat qilishinglar mumkin. Qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Muhriddin aka va Muhriddinxon aka, sizlarga kattakon rahmat. Suhbatimiz juda ham zo'r bo'ldi. Men so'nggi fikr sifatida xulosalarni bersanglar, shu bilan xudo xohlasa tugatsak bo'ladi. Rahmat. Haqiqatan ham juda dolzarb masala ko'tarilgan. Gapirsak bu soatlab gapiradigan mavzular. Biz imkon qadar qisqa o'sha kerakli aholini qiynayotgan jihatlarga to'xtalib o'tdik. Agar savollar bo'lsa, izohlarda qoldirilsa, biz o'sha savollarga batafsil javob berishga harakat qilamiz. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ajrim, nikoh va umumiy mulk masalalarida savollarimiz hal etgandek ko'p va bu savollarga qisman javob berishga harakat qildik. Kuzatuvchilarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, like bosib, ushbu masalada o'zini qiynab yurgan yoki qiynalib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yishingizni ushbu videoni va albatta kommentariyalarda o'zlaringiz fikrlaringizni, savollaringizni qoldirishingizni, chunki har bir podkastimizda savollarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz va e'tiboringiz uchun hammaga rahmat deymiz. Rahmat.